Assalomu alaykum akalar, ishlaringlar boshlab oldinglarmi? Boshlagan kuninglar xayrli va barakatli bo'lsin akalar. Detaylingimizda Equinox mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinamiz ustida bilmayman chang'i tushgan shekilli, mashina o'ta og'ir holatda, mana ko'rishinglar mumkin, chiziqlari o'ta xap bo'lib ketgan. Даже lampa ham yordam bermayapti mashinaga. Bu yog'ini ikkita polirovkasini qilib qo'yganmiz. Prosta ish sifatiga bunday qilib terpilov fonar bilan baho berib qo'yasizlar mana. Qaranglar, zarlarini ko'rinib turishini qaranglar, zarlarni ideal darajada. Bu yerda zardan asar qolmagan. Mashinamiz polni shu ahvolda shilinib, chizilib yotibdi, xiralashib ketgan. Xudo xolasa mashinamizni ertaga chiqarib beramiz. Idealni qilib professional detailing polirovkalarni qilib beramiz. Akalar, shunaqa Equinox mashinalarimizga polirovka xizmati professionalniki $100 dan $130 bo'ladi. Keramikasi 150 dan $200 bo'ladi. Equinox Malibu'lar narxi bir xil yuradi. Bemalol xizmatlar bo'yicha olib kelaverasizlar. Ishimizga garantiya beramiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Polirovkasiga ham, keramikasiga ham garantiya beramiz. Manzilimiz Andijon shahar avtotex xizmatda. Akalar, bemalol kelaverasizlar.